o'quvchilarning diqqatini jalb qilamiz va hozirgi kunda internet tarmoqlari juda ham ommabop bo'lgani va o'quvchilarimiz bunga juda ham qiziqishlari sababli men metodimizda logotiplarni oldim. Ular juda ham qiziqadi. Ayniqsa YouTube'da nima kelar ekan menga xabar degan maqsadda qiziqish bilan, diqqat bilan tinglashadi va savollarga qiziqib javob berishadi. Demak, bu metodimizda esa topqirlik metodimiz bor. Topqirlik ya'ni o'quvchi izlanadi, qaysi savol tushishini noaniqligi uni diqqatini jamlashga yordam beradi. Guruhlarda ishlash, jamoaviy ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi bu metodimiz. Bugungi darsimizda sizlar bilan ikki xil metodni o'quvchilarda, guruhlarda ishlashda qanday bajarilishini ko'rsataman. Demak, bizda birinchi metodimiz, buni guruhlarda ham foydalansak bo'ladi. Individualiy o'quvchilardan foydalansak ham bo'ladi. Demak, bu metodimiz sirli qopcha. Menga ko'ngillilardan, ya'ni kim xohlovchilardan chiqing. Sirli qopchadan raqam topasiz. Xo'p, demak, sizga 3-chi raqamdagini topib, misol berilgan bo'lsa ishlaysiz. Xo'p, buni demakda teskari ta'sir keltiradigan bo'lsa 2 bo'lyapti. 1/1 bo'lyapti. 1/1. Demak, javoblari to'g'ri. Ularga tashlashamiz. Xo'p, keyingisi yana kim chiqadi? Salolat chiqib keling. Demak, 23 rag'bat bor. Demak, 23 rag'bat, ya'ni bu yerda omadli raqamlar ham bor. Demak, shu yo'sinda davom ettirib, har bir o'quvchi, ya'ni o'ziga qanaqa savol tushishini bilmagan holda qiziqib topqirligini sinab ko'radi o'zlarini. Ikkinchi metodimizga keladigan bo'lsak, ikkinchi metodimiz mazmunli, ya'ni SMS metodimiz. Sizga mazmunli savol, ya'ni Instagram tarmoqlaridan har bir guruhga o'zlari uchun xabarlar kelgan. Xabarlarda shartlar bor, tanlab, xohlaganlarini tanlab, o'sha berilgan shartlarni bajarishingiz kerak. Demak, bizda guruhlarga bo'linganmiz: 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi guruhlar. Har bir guruhdan bittadan ko'ngillilarni, ya'ni tanlab chiqarishlarini so'raymiz. Har bitta guruh o'ziga mos kelgan, xohlagan Instagram tarmoqlarini, xohlagan internet tarmoqlaridan xohlaganlarni tanlaysizlar. Marhamat. Hammalar birdaniga bemalol, chunki bu yerda vaqtga ham, kim birinchi ishlashiga ham bog'liq. Demak, savolimizni o'qiymiz. Menga 2/1/2 ni 2ga ko'paytirsak, mening natijam shirin natija ekan. Demak, javobingiz 5. Biz to'g'ri javob berganlar uchun ularga like beramiz, ya'ni Instagram tarmoqlarida yoqqan narsamizga biz like beramiz. Rahmat, mana o'zingizni guruhingizga yopishtirishingiz mumkin. Xo'p, har biri 1/5 bo'lgan shokoladchalar bor. 2 kilogramdan nechta shokoladcha chiqadi? 10 ta. Demak, bular ham to'g'ri javob berdilar. Biz ularga like beramiz. Xo'p, bu men, ya'ni 1 bo'lingan 1/2. Men bittaman, lekin bitta bo'lishim kerak. Men kimman? Rahmat javobingiz uchun. Sizning ham 3-chi guruhga like. Xo'p, 3-chi guruhimiz. Qaysi kasrni o'zining teskari kasriga ko'paytirsak 1 chiqadi? 2/3. Teskarisi 3/2 1 ko'paytirsa 1 chiqadi. Ha. Demak, barcha kasrlarni o'ziga ko'paytirsak 1 chiqadi. Javobingiz uchun rahmat. Sizning ham guruhingizga like beramiz. Demak, shu yo'sinda qolgan Instagram tarmoqlaridan savollar
guruhlarni topib, u bajartirib, dizlayk va layklarni sonlarini hisoblab, qaysi guruh g'olibligini aniqlab, ularni baholasak bo'ladi.